Hammaga salom. Sizlar bilan Akademik Dadayev. Kanalimga xush kelibsizlar. Navbatdagi reaksiya video bizda Konsta va Sevara Nazarxon Asragin meni trekiga bo'ladi. Boshladik. Xo'p. Podpiska, like 15.150.225 ta prosmotr bo'lgan 3-oktyabr 2025-yilda joylangan trek. She'r muallifi Sharif Abdullayev, musiqa Sevara Nazarxon, Ali Nur Rashidov, violin Yaira Matyakub. Xo'p, reaksiyani boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, komment yozing, o'z fikringizni reaksiya haqidagi va keyingi videolarda qaysi qo'shiqqa, trekka, har qanday janrdagi trekka reaksiya qilishimizni yozib qoldiring. Boshlaymiz. Va yana bir narsa, opisaniyada agar bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, donat uchun karta qoldiraman. Bemalol izohi bilan jo'natsangiz, keyingi videolarda o'qib eshittirishim mumkin yoki o'qib javob berishim mumkin. Konsert deb qidirtiribman. Xullas boshlaymiz. Sevara Nazarxonning sehrli ovozi bilan intro bo'lyapti. Juda ham yaxshi ko'raman shu yerini, introni. Va yana bir boshqacha vibe bergan musiqadagi violin, ya'ni skripka tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsam, hamma uchun juda ham mazza. Qani, davom etamiz. Asragin meni jondan, asra dunyo yomondan, bo'l yonimda sevgilim, ko'zim ochsam azonda. Asragin meni jondan, asra dunyo yomondan, bo'l yonimda sevgilim, ko'zim ochsa azonda. Sevara Nazarxon partiyasi prosta wow. Ta'riflashga til ojiz. Reaksiyam shu. Ortiqcha bir nima so'zlar bilan, bir nima yana ta'riflar bilan men izoh bera olmayman bu joyga. Sevara Nazarxonning boshqa treklari ham bor. Eng yoqqan trek qaysi? Kommentda yozib keting. Keyingi videoda balki o'sha trekka, qo'shiqqa reaksiya qilarmiz. Davom etamiz. Qani, Konsta. Qanchalik og'ir yulib tashash o'zimni qo'limda o'sgan bu gulni, qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonda og'ritib dilni, qanchalik og'ir ko'zingga qarash, shuncha ham og'ir bo'larmikan ishq, milliard odamlar ichida seni atirlaring bunchalik menga tanish. Milliard odamlar ichida seni atirlaring bunchalik menga tanish. Atir kimda bo'lgan? Ko'pchilikda bo'lgan. Bu narsa ya'ni birgina ifor qanchalar xotirani yodga soladi. Qanchalar xotirani. Albatta chin yurakdan sevgan odam buni tushunadi. Sevgan odam buni tushunadi. Sevilgan odam. Chunki biron bir buyum, biron bir hodisa, biron bir so'z, biron bir qo'shiq o'sha inson bilan o'tkazgan vaqtni, o'sha tuyg'ularni, o'sha paytdagi hissiyotlarni esga solar va lekin atir ifori bular ichida menimcha eng ko'p va eng emotsional esga soladi. Menimcha. Bunchalar oq ko'ngling buncha toza, ta'riflashga seni yetmaydi yil, qancha kerak bo'lsa shuncha yozay, oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kir, qo'lim tegsa oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham, hayotimda katta roling bo'lsa ham, sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. So'zlar juda ham samimiy qo'shiq so'zlari, ya'ni sevgini ta'riflashni qanaqadir yoqimli ayriliqdan keyingi hissiyot, yoqimli hissiyot
beryapti. Tekst ayriliqdan keyin yoningga borolmayman, bunaqa ma'noli ko'p qo'shiqlar bor, ko'p she'rlar bor. Lekin bunisi qanaqadir shohona dard deydi-ku. Davom etamiz. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman. Raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman. Doimo devona oshig'ing daydiman. Faqat chaqirma, har qanday to'siqdan oshaman qaytaman. Asragin meni asra dunyo yomonda, bo'l yonimda sevgilim, ko'zim ochsam azonda. Asragin meni jonda, asra dunyo yomonda, bo'l yonimda sevgilim, ko'zim ochsam azonda. Qaytaman. Ko'zim ochsam azonda. Ayniqsa mana judayam naushnikda eshitadigan qo'shiqlar playlistim bor o'zim uchun. Har qanday kayfiyatda ham eshitsa bo'ladigan qo'shiq men uchun. Kimga qanaqa bilmadim. Bir xil payt motivatsion, energetik qo'shiqlar eshitgim kelib qoladi. Bir xil payt klassika eshitgim kelib qoladi. Bir xil payt pop eshitgim kelib qoladi. Lekin har qanday kayfiyatda bo'lganda ham bu qo'shiq eshita olaman, zavqlanib eshita olaman. Shunaqa san'at asari o'lmas, ko'ngilga tegmaydigan, me'daga tegmaydigan san'at asari bo'lgan. Menimcha, sizga qanaqa ta'sir qiladi bu qo'shiq? Balki kimlardir shu qo'shiq bilan bog'liq xotirasi bor уже. Fikrlaringizni kutib qolaman. Oddiylik buyuklik belgisi degan gapni qayerdir eshitganman, qaysidir ma'noda o'zim uchun buni shior qilib olganman. Bu qo'shiqda ham shu gap o'z isbotini topgan. Musiqa ortiqcha ko'pgina musiqa asboblarisiz fortepiano va violin. 2 dona musiqa asbobi va 2 dona ovoz qanchalik qo'shiq, qanchalik asar yarata olgan. Minimalizm asosida, minimalistik nima deydi? Xullas, oddiylikdan videoda ham ko'rinib turibdi. Video ham bunaqa bir nimalar ishlanmagan. Oddiy surat, oddiy qo'shiqning nomi, lekin undagi yopishtirib qo'yilgan leykoplaster deydimi, nima deydi? Skotch deydimi? Shuni qimirlab turishini o'zi ham qancha hissiyot beryapti. Xo'p, qo'shiq tugadi. Judayam menimcha bu videomiz sokin bo'ldi. Fikrlarim, kayfiyatim judayam sokin bo'ldi. Sevara Nazarxon va Konsta juftligidagi bu track uyg'unlik ikkita ijodkorni kesishuvi bebaho narsa chiqqan. Kesishuv asosida, hamkorligi asosida judayam chiroyli. Meni fikrim bo'yicha
ya'ni kim uchundir, faqat Sevara Nazarxon uchun yoki faqat Konsto uchun eshitiladigan trek bo'lmagan. Borligicha, butunligicha qabul qiladigan trek bo'lgan. Mani fikrim shu, ortiqcha fikr bera olmayman. Bu trek uchun sizda imkoniyat bor, agar yana qo'shimcha yuqoriroq, jo'shqinroq bu qo'shiqni ta'riflash uchun kommentariyaga kirib bemalol yozishingiz mumkin. Xo'p, obuna bo'ling, like bosing, komment yozing, bizni qo'llab-quvvatlang. Biz uchun bu juda muhim, men uchun, aniqrog'i, ijodiy jamoamiz uchun. Yanada bundan ko'proq qo'llab-quvvatlash niyatingiz bo'lsa, aytganimdek opisaniyada donat uchun karta raqamlari mavjud. Qolaversa, bu ijodkorlarni shu trekda silkasi ham bor. Bemalol bu reaksiyadan keyin o'zingiz maza qilib eshitmoqchi bo'lsangiz, o'tib eshitishingiz mumkin. Sizlar bilan Akademik Radayev bo'ldi. Kanalimda sizlar ko'rib turganimdan xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.